Assalomu alaykum aziz Muzaffar Tova kanali muxlislari. Mana o'sha Bo'stonga qurgan darvozamiz. Mana nimalarni yopishtirishda ko'pchilik so'rayapti, qaysi nimani germetik ishlatyapsizlar deb usta bolalar so'rashyapti bitta. Endi ko'pchilik biladi, bilmaganlarga endi. Shu Titan degan germetikdan ishlatuvdi, kechag'un juda maqtavdi shunga. Titan degan germetik yaxshi, avtoda uncha o'rtalari ichida qo'yib yuboradi mana. Nima bu nimadan ishlatdik mana? Shundan ishlatsalar ham mana avtoklass. O'sha laboylar yopishtiradigan bunaqa qora bo'ladi mana. Ko'rinib turgan bo'lsa, mana shu yerda mana qop qora bo'ladi, qo'yiq bo'ladi. Mana shu zo'r umuman qo'yib yubormaydi shu. Xudo xolasa. Shundan ishlatinglar. O'sha Titanni juda maqtashuvdi, u biz ham odashib o'shandan olib qo'yibmiz. U yaxshi bas ekan. O'zi oldin shundan ishlatardik, undan qo'yib yubormasdik. Mana shuni mana. Avtoklass, okeandagi, turkiy turetskiy.